Bugun yet ati No'ruz. Xo'sh-xo'shalliq ikki bayram. Biri iymon bilan to'lgan 30 kunlik sabrimizning mukofoti bo'lgan ro'ziyet. Yana biri zaminning uyg'onishi, bahorning kelishi bilan yuraklarga umid bag'ishlaydigan No'ruz bayrami. Bu faqat vaqtning to'g'ri kelishi emas. Bu ma'naviyat va madaniyatning uchrashishi. Bu dinimiz bilan millatimizning bir-biriga ulashgan nuri. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Bizlarni muborak Ramazon oyini sog'-salomat oxirlashtirib, ro'ziyet kuniga yetkazgan Janobi Allohga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning ro'ziyet bayramiga chin yurakdan muborak bo'lsin. Janobi Allah vatanimizdagi qarindoshlarimizga xotirjam, bexatar, erkin va tantanlik holda bayram o'tkazishga nasib qilsin. Bugun biz uzun bir sinoqdan keyin ruhimizni poklab, nafsimizni tizginlab ro'ziyetga yetib keldik. Ro'za faqat osh suvsiz qilish emas. U insonning nafsi bilan bo'lgan ko'rishi. Faqat bayram emas. U kechirim, rahim va bir-birimizga mehr shafqat bilan qaytadan bog'lanishning bishorati. Bu muborak kunlarda biz faqat yetla emas, balki bahorning kelishi bilan birga qadimiy milliy bayramimiz bo'lgan No'ruzni kutib olyapmiz. No'ruz bahorning boshlanishi, tabiatning qayta jonlanishi va yangi umidlarning bix urishidir. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar va Tojik qatorliq buyuk Turkiston xalqlari uchun No'ruz do'stlik, inoqlik va yangilanishning belgisidir. Lekin chet ellarda yashayotgan ko'plagan Uyg'urlar uchun bayramlar har doim to'liq xushallik bilan o'tmaydi. Ularning ko'nglida vatandagi ota-ona, qarindosh va yar do'stlarga bo'lgan cho'nqur seg'inish bor. Bundaq paytda bizning eng cho'ng umidimiz bir kuni barliq qarindoshlarimiz bilan birga erkin va ozod vatanda bayramlarni birga o'tkazish bo'ladi. Biz ishonamizki, u kunlar cho'qim yetib keladi. Erkinlik, adolat va millatning izzati uchun bo'lgan ko'rishimiz davom qiladi va bir kuni biz hammamiz birlikda Eid ve No'ruz bayramlarını Azad Sharq Turkistonda shod-xurram holda tabriklaymiz. Ba'zi kishilar No'ruz bizga harammi deb so'raydi. Javob bizning ajdodimiz va tariximizda. Ajdodlarimiz No'ruzni qutlug' xosiyatlik bayram deb biletdi. No'ruz yolg'iz dehqon chorvalarning bayrami emas, balki umumiy xalq bayrami. Xalqning qish zimistondan omon chiqib, illiq oftobni orzulagan xushallikni ifodalaydigan, o'zlari tug'ilib o'sgan zaminlarning ko'rkiga bo'lgan muhabbatini, har bir kasb egalarining o'z kasbkorlarini rivoj topqizishga bo'lgan ijdihod intilishlarini,
o'zaro himmati, saxovatini, ittifoq inoqligini, baxtlik atigi bo'lgan umidvorligini gavdalantiradigan emgak bayramidir. Noruz oldida va mazgilda har qanday kishi yaxshi savobli ishlarni qilishga o'zlari tirishidi va o'zgini rag'batlantiradi. O'tmishdagi og'ullarimiz, ya'ni ajdodimiz No'ro'zni xosiyatlik degan tushuncha bo'yicha kimki yil beshida, ya'ni No'ro'z ayyomida savobli ish qilsa, shu kishiga yil bo'yi yaxshilik nasib bo'ladi deb bilatdi. Şuna qadim zamandan tartib kishilar yilning aman esan va manfaatlik bo'lib o'tishini arzulab, No'ro'zga atab har xil savobli ishlarni qilish umumiy odatga aylangan. Masalan, umumiy jamoat uchun farovonlik ishlarni qilish, ya'ni maktab silish, yo'l ko'rik yasash, muqaddas kitoblarni ko'chirib ko'paytirish yoki ko'chirgizish, ibodat o'rinlariga qimmatli kitob yoki yer mol vaqf qilish. Ana shular cho'ng savobli ishlar jumlasidan edi. Odatda No'ro'z ayyomida tug'ilgan bolalarga qutlug' kunning otlari yoki qutlug' kuniga munosib chog', gul-giyoh nomlari qo'yiladi. Masalan, o'g'il bolalarga No'ro'z, Nur, Nur eli, qutlug', qiz bolalarga Nurgul, A'la Nur yoki ko'pincha atiyaz faslining ko'rikidan elib gul chechak otlari, chiman, bo'ston, bahor degandek ismlar qo'yiladi. Bu qutlug' kunlarda kishilar o'zlari savoblik uchun yaxshi ishlarni qilish bilan birga bir-biriga yaxshilik tilaydi. O'zaro yo'qlashganlarda, sayr tomoshalarda, mashrab so'rinlarda, No'ro'z eshi yeganlarda amonlik, yaxshilik tilagan biyit qo'shoqlarni aytishadi. Assalomu alaykum, sizga bo'lsin qutlug' kun. Fasli jahon hut keldi, qutlar o'tib qut keldi. No'ro'z keldi, nur bo'ldi, hamma jonliq hur bo'ldi. Ey xaloyiq shodlaning, kasb qarg'a otlaning. Amalda bilib haftini, tutib No'ro'z paytini, amaling bo'lsin savob, ajdodni qilg'il tavob. Dehqon darhol ketman ol, yerga sapan o'ran sol. Chash dövlənsun xamanğa, buğday tolsun badanğa. Bağvan bolsan bağraq qıl, bağdın rızqını tağ qıl. Malçı köpləb töl bolsun, süt qaymaqın mol bolsun. Babqar bolsan jip olğa, böz çəkmənni xop tolğa. Tömürçi tavla ketmənni, tap hünərgə zoxmənni. Maşinçi rastçıl bol, hünrüngdə əbçil bol. Mozdoz tartqıl bexini, xuda bersun sexini. Aşpəz bolsan təmlik qol, g'allida bo'lur ko'p pul. Zargar ko'rsat hünərni, qetish qilma mizzarni. Tijoratchi safar qil, haram moldan hazar qil. Tamchi xorat bino qil, elga obdan panoh qil. Molla bo'lsang o'qib ye, nasibangni uqib ye. Qozi mufti haq so'zla, shariatdan naq so'zla. Hakim bo'lg'in dadixoh, elga doim xayrxoh. Bo'layli xaloyiq, qilmayli ish naloyiq. Yurtimiz bo'lg'ay obod, maishat to'q, ko'ngil shod. El kun aman, aman bol ey, aman bol. No'ro'z mezgilde ustikorlar ko'zi pishqan va qo'li chivar shogirdlariga hunarning yangi bir usulini o'rgatib qo'yadi. Madrasa maktablarda mollalar taliblarga No'ro'znoma yozib beradi yoki yozdiradi. No'ro'znomalar mundoq boshlanadi. Keldi No'ro'z ash bunyod atkili. Barcha odam ko'nglini yod atkili. Qiz o'g'illar mollasidan elib duo, mushkilatdan o'zini kushat atkili. El ichida bo'lsin erpon ma'rifat, bo'layli yurtni nijot atkili.
No'roz kunlari har xil so'rinlar tuzilib, umumiy xalq saylisi bo'ladi. Buning shakli nihoyatda to'la. Bular yig'ishtirilib 9 to'qi, ya'ni 9 ma'raka murosim deyilgan. Birinchisi No'roz nag'risi. No'roz boshlanish harpisida baliqkan qir yezlarda No'roz bayrami kelganligini anglatib, nag'ri sunay chilinatdi. El yurt No'rozga jabdunatdi, tantanlik yet bayram tusini olatdi. İkincisi No'roz tozligi. No'roz oldida boshlanadigan arig'i to'qi, ya'ni eriq dilinish, tozliq harakati harpi kuni avjiga ko'tariladi. Eriq o'stan ko'llarni tozlash, eg'il aranlarni erig'dash, ko'za idishlarni obdan tozlab, toza bahor suyi bilan to'shqiziladi. O'yla aram yo'l xamonlarni sirib supuratdi. Uchinchisi so'g'uq qo'g'lash. Arpa akşamı yigitlar top-top buluşup sağanğu, yani yaqqachilab pilik chiqarilgan qapoq ko'ydirib, yurt mahaldin chiqqanicha qir sahroga yuzlanib so'g'uq qo'g'laydi. So'g'uqni hajvi qilib qo'shoq bet aytishatdi. No'rozga beg'ishlangan ulan kuylaydi. Gulxon yiqib atrofida quyun usuli o'ynab cho'rgilaydi. Buningda bir-biriga tankash qilingan 9 dab chilinatdi. Qiziqchilik qilishadi, bahar qushlarni doğrishatdi. Tang atarda so'g'uq qo'g'ilg'uchilar yurt mahallalariga yonganlarida har bir o'ylik o'z holiga yarasha har xil g'izolarni etib, o'ylar oldida shiragi tizib, ularni kutib oladi. Bu so'g'uq qo'g'ilg'uchilarga beriladigan arduq ishi deyiladi. No'roz harpisi so'g'uqni uzitib qo'yish uchun so'g'uq yemekliklar yeyiladi. Bundaq yusunni qansiq deydi. Kunimizda bo'lsa, birer yemeklik eg'izga tetimisa yoki sal qirtaq bo'lib qolsa, qansiq deymiz. Demak, baldurqi chaqlarda qish oziqidan qolgan narsalar, ya'ni so'g'uq yemekliklar qansiq deyilgan. To'rtinchisi yo'qlash murosimi. No'roz kuni tushgacha yo'qlash faoliyati bo'ladi. Öy ayırıp çıkıp ketken farzandlar ata-onalarını yo'qlash, qabr yo'qlash, qabrni sıyırıp süpürüp, belgilerini o'ngshab duo qilish, igi chaqsiz qeri cho'ri, jitim yisir meyiplarni yo'qlash, moddiy va ma'naviy jihatdan ko'maklashish. Beshinchisi No'roz ishi. No'roz kunlarida qurbi yetganlar oilalarda qutlug' kunni ifodalab, qe tavushi bilan boshlangan 7 xil İslam diniga kirishdan ilgari 9 xil yemeklik tayyorlaydi. Masalan, qaymoq, qetiq, qurut, quymoq, qatlama, quyruq beg'ir, qo'zi go'shida tunur kebab yoki qo'rdoq degandek. Bundaq g'izolarni tayyorlash bilan No'roz boshlangan yangi yilda 9'i tal bo'lishni tilaydi yoki bo'lmasa, se tavushi bilan boshlangan xiritlardan, masalan, siyroq bosh, ya'ni kalla baqalchoq, süt, seriq yog', suv yig'i, so'k teriq, sog'un, sirka, samsaq qatorliq narsalardan o'z xuruchiga loyiq har xil g'izolarni tayyorlaydi. No'roz ishini tutmash deydi. Ya'ni bu yil bizni tutma och, ya'ni osh tutma deb Tangridan umid kutib, yil bo'yi sog'lom, to'q bo'lishni tilaydi. No'roz oshlardan bir xili yelisa, ehtimol yili yesa din ixchamlangan bo'lishi mumkin. Bu osh mundaq aytiladi. Kala qo'y go'shtlarini quyruqlari bilanla doshqa silib, bug'doy yarmisi qo'shiladi. Qozonning tagiga o'ltirib qolmasin deb qozonga mushtak toshlar silinadi. Yana bir xil osh bo'lsa sumulak. Har xil donlar bo'libmi bug'doy mayslari bilan etiladi. 9 xil don va qo'shimcha chamg'ur har xil turub bilan tayyorlanadi. 6-si No'roz saylisi. No'roz boshlangan kuni yo'qlash to'qusini asosan o'rindab bo'lib, tushdan keyin ulug' ushaq hammaylan xamonga, bo'stonga chiqib sayli tomosha qilishadi. Yigit qizlar o'zaro yoki ayrim-ayrim ikki taraf bo'lib qo'shoq yarishi o'tkazadi. Qo'shoqda utirib qo'yganlar jazolanadi, ya'ni naqsha yoki latifa aytib berish,
usul o'ynash, doğrash yoki boshqa harakatlarni o'rindashga majbur edi. Buning bilanla qolmasdan uturgan taraf utquchi tarafga shu oqshimi bazmi o'tkazib beradi. Qiz cho'konlar bo'ston chimanlarda uchar tilgan, ya'ni chaq pilak, yalg'u, ya'ni yalg'ush, ilanguch, tapuk, tapkuch, o'qtash, atlamchuq, ordikam, ya'ni yangoq tashlash, kuching yatsa ol, ya'ni qara qushnochim, müküşmek qatarlıq oyunlarını oynaydı. Oğul ballar akşamı bandal oynap, soğuqның çüpürəndilerini qoğulaydı. Bandal tarğaq söngək yoki tarğaqqa o'xshash tarşa uchiga o't yiqib, ketisi bir-biriga etishib o'ynaydigan oyun. 7-si Noruz yarışı. Noruzning yandırqı kuni, ya'ni ikkinchi kuni yarish, ya'ni musobaqa o'tkaziladi. Bu asosan tanharkat edi. Masalan, chelishish, bayga, o'g'loq tortishish, darvozliq, qo'shqar so'qishtirish, xo'roz va kaklik so'qishtirish, yugurish, sakrash, salg'u tashlash, o'qya etish va boshqalar. 8-si Noruz mashrabi. Noruzning 3-kuni yurt mahalla bo'yicha cho'ng mashrab o'tkaziladi. Bundaq mashrabni yurtning cho'nglari o'tkazib beradi yoki ahli mahalla qurbi yetkicha yig'ish qilib, har kim o'z holiga yarasha qo'y, to'poq, to'xu, un, guruch, non, yog', ko'ktot, qan-gezak qatorliq narsalarni akilib dasturxon tayyorlaydi. Mashrab nihoyatda tartiblik, ko'ngillik o'tkaziladi. Mashrabning o'zi bir maktab edi. Shunga ko'nlar balangni maktabga ba, maktab bo'lmasa mashrabga deydi. Yurish turish, adab sulkatni bilmaydigan kishilarni mashrab ko'migan deyishadi. 9-si Noruzluq tilak. Noruzning 4-kuni ahli mahalla Axun mollalarning boshchiligida zira xatma o'tkaziladi. Xatma aslida Qur'onni boshdan o'qib tamomlash ma'nosini bildiradi. Bara umuman duo tilovat o'tkazishni xatma deydigan bo'lgan. Bu faoliyatda Noruzning yaxshi boshlanib, murosimning shod-qo'ramlik bilan o'tkazilganligiga va o'tgan yilgi ne'matlarga shukrona bildirish, shuning bilan birga bu yilning omon eson to'qchilik bilan o'tishini, ya'ni ziroat ekinchilikning mo'losulliq bo'lishini tilash yuzidan kollektiv duo tilovat qilinadi. Qur'on suralaridan birini qiroat qilgandan keyin munojat o'qiladi. Ondan tabiiy ofatlarning bo'lmasligi, o'l yig'inning muvofiq bo'lishini tilab duo qilinadi. Noruzning yana bir muhim xosiyati shuki, bu birlik, inoqlik bayrami edi. O'ch adovatliklar, jumladan orasiga sovuqchilik tushgan er-xotinlar o'tganga salovat qilib, qaytadan yarashadi yoki yarashtiriladi. Bu ko'pincha yo'qlash faoliyatida yoki mashrab sayillarda yoki bo'lmasa zira xatma vaqtlarida cho'qim ado qilinadi. Noruz an'anaviy milliy bayram, emgak bayrami, do'stlik, inoqlik bayrami, omonlik bayrami, shodlik bayrami. Shunga bu bayram qutlug' bayramdir. Demak, ajdodlarimiz Noruzni qutlug' kun deb bilgan. Ular yana kim bu kunda yaxshilik qilsa, yil bo'yi yaxshilik ko'rdi deb biladi. Shunga Noruz yaxshi ishlar boshlanadigan kundir. Bu dinimizga qarshi emas, balki dinimizni tashviq qiladigan, insonlarni savob, saxovatga undaydigan bayramdir. Bugun Hayit, ati Noruz. Biri imondan kelgan nur, biri millatdan kelgan nur. Bu ikki nur birlashib bizni to'liqlaydi. Dinsiz millat yildizi yo'q daraxtga o'xshaydi. Milliyatsiz diniy hayot rangsiz dunyoga o'xshaydi. Biz ikkisi bilan haqiqiy biz bo'la olamiz. Bizning umidimiz bo'lsa, bir kuni bu ikki bayramni jiroq yurtlarda emas, balki Hur va Azod Sharq Turkistonda
birlikte kütüviliştir. Sama seynası birlik dünyası Sama halkının aşık teşnası Sama sama deymu sama deymu Bahar gıdan sabah sabah deymu Nimcan gacan derman madar bergen Uluk melhem dava dava deymu Sama kaynaydı dostum sama sal Sama tahtının şayi bulup kal Sen bizge ecdaddın Cesur merdane karvandın Fahirlenmeydiğen kim var Adağlık şayi merdandın Bahadırlar palvallar Yetiştirgen bu meydandın Fahirlenmeydiğen kim var Ecdadın mürasiden Sama kaynaydı dostum sama sal Sama tahtının şayi bulup kal Erkekler samasıga Zımın asmam kılır hende Sama salkan kırın dişim Taktık tuş küvet sende Sama salsak karamet Ocak naydu tapandan Sama üzü yaralgan Yürekteki sapkandan Sama seynası birlik dünyası Sama halkının aşık teşnası Sama kaynaydı dostum sama sal Sama tahtının şayi bulup kal Mübarek olsun, mübarek olsun Yaxşılar qədəmləriga mübarek olsun Mübarek olsun, mübarek olsun Yaxşılar qədəmləriga mübarek olsun Merhaba dost yarenler Qutluk bulsun kademler Yetsun güzel tilekке Enni suygen ademler Merhaba dost yarenler
Çarçimisin kademler cem bulganda yaxşılar Unutulmuşsun şu demler Merhaba kutlu kademle merhaba Bahara kessunmeyin dari sabah Yaxşılar cem bulsa qayda daima vay daima Yamra gaybunda yıkımlık küysada Yaxşılar cem bolsa qayda daima vay daima Yamra gaybında yıkımlık küysada Mübarek bulsun, mübarek bulsun Yaxşılar qədəmləriga mübarek bulsun Mübarek bulsun, yaxşılar gülsün Yaxşılarның şəniga erkin naxşılar bilsin Yaxşılar söhbətidən dil şadlanar Yaxşılıq ütməz həmişə yadlanar Yaxşılıq ütməz həmişə yadlanar Muhabbət və babu yaşı çaqnısa vay çaqnısa Arzular mənzil taman qanatlanar Muhabbət və babu yaşı çaqnısa vay çaqnısa Arzular mənzil taman qanatlanar Mübarek bulsun, mübarek bulsun Yaxşılar qədəmləriga mübarek bulsun Mübarek bulsun, yaxşılar gülsün Yaxşılarның şəniga erkin naxşılar etsin Yaxşılar qədəmləri yetsə qayan Yaxşılıq iznalları qalğay yaman Yaxşılıq iznalları qalğay yaman Yaxşılarның əcridin kökləydi el kökləydi Hər qayanda yaxşılar bolğay aman Yaxşılarның əcridin kökləydi el kökləydi Hər qayanda yaxşılar bolğay aman Mübarek bulsun, mübarek bulsun Yaxşılar qədəmləriga mübarek bulsun Mübarek bulsun, yaxşılar gülsün Yaxşılarның əcriga mədiyyə bulsun Yaxşılarның şəniga mədiyyə bulsun
suyulsun dillar. Ayem, ayem, hoş eylesin dimi bağlar. Ayem, ayem, şal diyorsun ata ağlar. Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan Radiosu xəbərləri. Mən Absalam Niyaz Uyğur. Həmmənlərinin Rozi Eid və Noruz bayramı mübarək olsun.